Cupcake shirinliklar kafesi dunyosidan menga shunaqangi bayramona yangi yil uchun tabriklash uchun tort keldi. Cupcake jamoasi nafaqat biz blogerlarni, balki sizlarni ham tabriklab qoladi va xursand qilishdan charchamaydi. Ajoyib rozigrish qilganlar. 5 kishiga $100, 10 kishiga $50 va 20 kishiga bayram tortlarini hadya qilmoqchi. Shunchaki sizlarni bayram bilan xursand qilmoqchi. Buning uchun nima qilasiz? Siz Cupcake profiliga o'tib obuna bo'lasiz. Cupcake'dan istagan tortingizni, shirinligingizni olib Cupcake'ni istoriyangizga atmetka qilasiz va videolarida juda ham ko'plab do'stlaringizni belgilab atmetka qilasiz do'stlaringizni. Shu bilan g'oliblarni 4-yanvar kuni aniqlaymiz. Ajabmas, $100lik, $50lik yoki mana shunaqangi ajoyib tortlardan sizlar ham yutib olsangiz. Bayramni Cupcake bilan o'tkazing. Dasturxoningizni Cupcake shirinliklari bilan bezating va yana ustiga pullar g'olibiga ham aylaning azizlarim. Cupcake e'tibor uchun kattakon rahmat.